Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz ishimizni yakunladik. Video boshida aytib o'taman. Kimga tez va sifatli kafil bosh xizmat kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. O'z ishiga 100% garantiya beradigan usta akalarimiz bor. Endi hozir men sizlarga ishlar bilan tanishtiraman. Ukulomlari, stiklari, zazorlari. Xo'p. Mana hozirgi holati. Endi suvni ukulomni ketishini qaranglar. Ko'ryapsizlar akalar. Hammasi o'z o'rniga tushgan. Mana tarafimiz suv kelib mana shu joydan chiqib ketadi. Bu yerga ham trap qo'yilmagan, ma'murdan chiqarilgan. Ma'murdan o'zidan chiqarilgan trap yasalgan. Xullas ikki tomonga bo'lingan akalar, endi ikkinchi tomonini ko'ringlar, ukulomni ketishini. Buni usta akalarimiz tushunadi. Xo'p, endi bu tomondagi ukulomlarni ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar, mana suv shovullab ketyapti. Bu yerdan aylanib kelib mana trapga to'xtaydi. Mana bu yerda shunaqa. Mana o'zidan teshib chiqarib qo'ygan. Mana ko'ryapsizlar. Endi bu tomonni sizlarga ko'rsataman. Xullas ukulom 0 ga tushilgan, aylanib suv bitta joydan tushib ketadi akalar. Hozir men sizlarga mana ikki tomondagi ukulom tushadigan joyni ko'rsatdim. Endi uzunlik tomonni ko'rsataman akalar. Ko'ryapsizlar. Ukulom o'rnida suv zo'r ketyapti. Xo'p, akalar, kafelni umuman qizig'i yo'q. 60 ga 120 bo'ladimi? 60 ga 30 bo'ladimi? 20 ga 40 bo'ladimi? Mana ko'ryapsizlar, shunaqa chiroyli qilib kafeliklarda bosh xizmati kerak bo'lsa,